Davom etamiz. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat tizimi, xususan obyektlarni monitoring qilish, yozma ko'rsatmalar berish jarayonlari bosqichma-bosqich elektron shaklga o'tkazilmoqda. Xo'sh, bu tizim qonunbuzarliklarning oldini olish va sohada ochiqlikni kuchaytirishda qanchalik samara beradi? Batafsil muxbirimiz lavhasida tanishasiz. 2026-yilda hududiy nazorat qilish inspeksiyalari tomonidan 27 mingdan ortiq qurilish obyektlari davlat nazorati ro'yxatiga olingan. Ushbu obyektlarda 130 mingga yaqin monitoring tadbirlari o'tkazilgani, bir qarashda nazorat kuchaytirilganini anglatadi. Endilikda nazorat avvalgidek faqat qog'ozbozlik asosida emas, raqamlashtirilgan tizim orqali olib boriladi. Qurilish obyekti ko'rib turganingizdek, mana doimiy ravishda namlantirib turuvchi uskunalar o'rnatilgan. Undan tashqari iqlimlarni o'rnatilishi ham bunga yaqqol misol bo'lishi mumkin. Bu nimaga xizmat qiladi? Bu qurilish obyekti chiqayotgan changlarni maksimal darajada kamaytirishga xizmat qiladi. Ekologik talablar bajarilmagan bo'lsa, unga belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlik choralari qo'llaniladi. Bundan tashqari markaziy apparat hamda hududiy inspeksiyalarda operatorlar shtablari orqali inspektorlarning faoliyati body kamera vositasida onlayn nazorat qilinishi tashkil etildi. Davlat dasturlari asosida barpo etilayotgan qurilish obyektlariga kuzatuv kameralari o'rnatilib, jarayonlarni masofadan turib kuzatish imkoniyatlari yaratilmoqda. Maxsus planshet va o'zimizni qurilishda davlat nazoratini o'tkazish uchun nazorat MSU platformasi bor. Shu platforma ishlab chiqildi. Platformada barcha qilingan, amalga oshirilgan ishlar tizimga saqlanib qoladi. Buni hech kim o'chira olmaydi va shaffoflashgan. Barcha ishtirokchilar buni ko'rishi mumkin, nazorat qilishi mumkin. Ta'kidlashimiz kerak, tashkil etilgan media tur davomida obyektlardagi qurilish ishlarining sifati, foydalanilayotgan qurilish materiallarining belgilangan standart va me'yorlarga muvofiqligi hamda mehnat muhofazasi, texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etilishi o'rganildi. Dilnura Mamasafoyeva, Javohir Fayzullayev, Hudud informatsion tahliliy dasturi uchun.